Qadrdonlar, 2 xona kvartirani sotib turib hovli oladigan payt keldi. Ko'rishimiz mumkin. 1.4 sotixli yer maydoniga qurilgan uglovoydagi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Tashqari tomonlama oynasi bor. Oldi tomonda ziloniy zonasi, hovli tomonda ham oynasi bor. Uyimizning ichiga bemalol mashina kiradi. Ko'chamiz shunaqa kengina, burchatkalardan chiqarilgan chiroylikgina xonadonimizni bemalol bu yerga mashina qo'yasiz. Ziloniy zonasi bor, o'zini sug'orish uchun vodoprovodlari qo'yilgan, hovlichilik uchun shu yerga bitta tapchan qo'yish imkoniyati bor. Xonadonimizda 3 ta xona, kuxnya, sanuzel va kichkinagina orqa hovlisi bor. Shamol aylanishga qoldirib ketilgan. Uy ichidan kirib ko'rib chiqamiz. Xonadon kirishimiz bilan shunaqa kengina koridor qismi kutib oladi. Bizani xonalar ketma-ketligi boshlanadi. Chap tomonda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizani yotoqxonamizda bolalar yotoqxonasi sifatida ishlasangiz bo'ladi. Tashqari qaragan oynalar akvarom o'zini radiatorlariga ega bo'ladi. Xonadonimizda to'pli pol va radiator asosida isitiladi. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oshxona qismimizda shunaqa chiroylikgina mebel yasatib qo'yilgan. Vitishga, gaz plita, tok o'lchaydigan katyollari shu xonada joylashgan bo'ladi. Bu yerda bemalol choy ichib o'tirish imkoniyati bor. Uni yonginasida bizani sanuzel qismimizda kattagina yaxshi o'lchamda sveti yonmay qoldi. Uni almashtirib berishadi. Undan keyingi xona ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham yaxshigina o'lchamda tashqariga qaragan oynalari bor va radiatorlari bor. Yonida kichkinagina bizani orqa hovlimizda bor ekan, kladovka sifatida zonti yoki velilarni qo'ysangiz bo'ladi, yo bolalarning kalaskalarini qo'yish imkoniyati bor va uni yonginasi bizani oxirgi xonamizda bu zal qismimizda bo'ladi. Zalimizda ham razmeri yaxshigina, kattagina, ikki tomonlama oynasi bor. E'tibor berasiz, yorug' bo'ladi, ya'ni tashqari tomonlama va orqa hovliga oynasi bor, chiroylikini lustralardan bu yoqda mana televizor qo'yish uchun joylar qo'yib ketilgan. Xonadonimiz 1.4 sotuvli yer maydoniga ega bo'ladi. 3 ta xona, sanuzel, kuxnya. Hovlisi bemalol mashina kiradi hovlisiga. Narxi 64 ming belgiladik. Qiziqqanlar bo'lsa pastda nomer qolaman. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani, ya'ni Stari Sergeli deyiladi. Oldindan aytib qo'yaman, yonimizdan ko'chamizning boshida poyezd yo'q. Shunisiga rozi bo'lib kelinglar. Narxi 64 ming, ya'ni 2 xona kvartirani puliga. Batafsil ma'lumotni telefon orqali tushuntiraman. Yaxshi ma'lumotni Telegram kanalda telefon qilaverasizlar.